Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam so'ragan ekanlar. Miskingami, kasalgami, falonchigami, ayoligami degan hadis. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam ayolingga berilgan sadaqa eng afzal sadaqa dedi. Kimlar aytib bera olasizlar? Nima uchun ayolga berilgan sadaqa eng afzal sadaqa? Sababi nimada? Kim biladi? Juda javob chiroylikda buni. Ha, bilasizlarmi? Xizmatingiz qiladi, yaxshi. Farzand tarbiyalaydi, yaxshi. Bu emas. Yaqin, o'sha zaifa degani yaqin. Nimaga ayolga ehson qilamiz? Miskinda aytmayapti, falonchini, pistonchini va anta da'al. Sen ayolingga bergan ehsoning eng zo'ri dedi. Sabab borda? Labbay. Xuddi shunday. Meni ayolimga men ehson qilmasam kim qiladi ehsonni? Meni ayolimga men ehson qilmasam kim qiladi? Tasavvur qiling, meni ayolimga birov ehson qilsa men nima qilaman uni borib? Nima deyman men unga? Qo'y shu ishing deyman. Hammamiz mana shu narsani bilib olaylik. Har birimizni ayolimizga o'zimizla ehson qila olamiz xolos. Jufti halolini Alloh uchun sevadi. U sizga omonat. Juftingiz sizga omonat. Allohni qarang, yurak tegib urib turadigan suyakdan juft yaratdi. Qovurg'ani ostidan. Demak, sizni juftingiz sizni qovurg'angiz, yuragingiz urib turgan joydan sizga Alloh tomonidan berilgan bir hadiya. Unga zulm qilib bo'lmaydi. Unga ozor berib bo'lmaydi. Musulmon erkak o'zining juftini menga Allohning bergan tuhfasi deb qabul qiladi.